Ajrasha olmaydigan ayollar qayerda o'layapti? Ajrasha olmaydigan ayol qabristonda emas, tirikligida o'layapti. Yotoqxonasida jim yig'lab, bolalari uxlagach, u keta olmaydi. Bolalari bor. Gap so'zdan qo'rqadi. Shuning uchun erining sovuqligini ichiga yutadi. E'tiborsizlikni sabr deb yashaydi. Lekin islomda sabr o'zingni yo'qotish emas. Agar ayol ajrasha olmasa, u ichidan o'lishi shart emas. Islomiy yechim shunday. Qalbingni Allohga bog'la, hayotingni o'zingga qaytar. Sokin, lekin aniq chegarani qo'y. Duoni tark etma. Yordam so'rashdan uyalma. Nikoh sabr bilan saqlanadi, lekin ayolning baxtsizligi evaziga emas. Agar sen ham hammasi baribir degan umidsiz hayotga kelib qolgan bo'lsang, menga direktdan umid deb yozib qoldir. Men senga bepul ketma-ket tiklanish uchun ishlab chiqilgan gaydimni beraman.